Uyg'ur tibobat piri Jamoliddin Aqsaroy. Uyg'ur tibobat piri Jamoliddin Aqsaroy milodiya 12-asrning oxirlaridan 13-asrning boshlarigacha yashab o'tgan donglik Uyg'ur tibobat olimi. U milodiya 12-asrning oxirlari hozirgi Xotan viloyatiga tava Qaraqosh nahiyasining Aqsaroy kentida tug'ilgan. U başlangıç savadını öz yezisideki dağlık dinni mekteplarda çıkargandan keyin Xotan şehrideki meşhur dinni medreslerde ilim tahsil kılıp Arap, Paris, Ordu ve Hindi tillerini özleştirip algandan başka edebiyat, ilmi nucum, tibabat, din, şeriat ilmi qatarlık sahalarda etraflık bilim ilgisi bulup yetişken. Bolupmu onun tibabatçilik ilmide qo'lga keltirgan natijalari ko'rinarlik bo'lib, yerlik tabiblarning kesal ko'rish va davolash usullarini tadqiq qilib, uni ilmiy yuksaklikka ko'targan holda davolash retseptlarini tuzgan. Har xil shifolik dorilarni yasagan. Jiroq yaqindan kelgan bemorlarni saqaytish bilan birga xalqning dardiga darmon bo'lgan. Jamoliddin Aqsaroy Xotanda ilmi jihatda toza yukselgen çağda hozirgi Xotan tavasiga bostirib kelgan Qaraqtan xoni kuchlik Xotandagi Allami kentida qonli qirg'inchilik paydo qilib 3000 dan ortiq dinni va tibbiy tayanch zotlarni butunlay qilishdan o'tkazgan. Bu eg'ir fojia nurg'un bilim ahllarini ona vatanidan qo'shni ellarga chiqib ketishga majbur qilgan. Jamoliddin Aqsaroymi ana shularning biri edi. Danglik Uyg'ur tibobat piri Jamoliddin Aqsaroy Qora Xitoy taxtini egallab olgan Nayman xonzodasi kuchlik Qashqar va Xotanlarda qo'zg'agan 1211 va 1217 yillardagi qonli qirg'inchiliklar yuz bergan qo'rqinchli chog'larda Qaraqoshdan ayrilib Guma, Sanju va Kilyang bilan Shaydulloh karvon yo'li orqali Udul Hindistonga chiqib ketgan. Bu chaqda Hindistonda Uyg'ur naslidan bo'lgan el tutmish Dehli sultonligini qurib, kunseri qudrat tepiyotdi. Bu sultonlik har xil kasbdagi olimlar va kasblarni o'ziga ko'plab jalb qilgan edi. Shunashqa Jamoliddin Aqsaroy Hindistonda izzati bilan e'tiborlanib ishlatilgan. Natijada u Hindistonda bir Uyg'ur tibobat kitobi yozgan. Bu kitapның danqi shunchalik zo'r bo'lganki, Hindistonda shu davrdan toki 20-asrning boshlarigacha eng donliq universitetlarning biri bo'lgan Lucknow universiteti tarafidan 700 yildak izchil darslik qilingan. Mazkur maktabning o'qituvchilari har doim Xotandan o'quvchilar kelganda, ularga sizlar Xotandan bo'lamsizlar? Mana bu kitobni bundan 7 asr burun sizlar tarafdagi Aqsaroydan kelgan olim Jamoliddin Aqsaroy yozgan deb Uyg'ur o'quvchilarni hayajonlantirib turgan. Jamoliddin Aqsaroy Hindistonga chiqib ketgandan keyin molosulluq bir olim sifatida qimmatlik Uyg'ur milliy tibobatchiligining ko'p asrlik bebaho tajribalarini to'plash, tadqiq qilish va o'zining bevosita davolash amaliyatidan hosil qilgan tajriba savoqlarini yakunlash asosida Kitabi Tib Aqsaroy nomli asarni yozib chiqqan. Uningda Uyg'ur tibobatchiligining an'anaviy qonun qoidalari, kesal ko'rish davolash usullari, shifolik dorilarni yasash, ishlatish o'lchamlari, dorigarlik saymonlari va dori manbalari qatorliq mazmunlar tonishtirilgan. Olimning arab tilida yozilgan bu asri 1899-yili Hindistonning Lucknow shahrida nashr qilingan va mushu asrning 30-yillariga qadar Hindistonning Dehli shahridagi Islom tibobati Darulfonumda rasmiy darslik qilib o'tilib kelgan. Jamoliddin Aqsaroy tibobatchilik ilmiy sohasida xalqaro yuzlangan, mo'tabar olim sifatida madaniyat tariximizdan o'rin olgan. Olimning kitobi Tib Aqsaroy nomli asri atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq Sahiya nazorati tarafidan Uyg'urchaga tarjima qildirilgan. Jamoliddin Aqsaroyning shonliq ilmiy hayoti va qimmatlik miroslari Uyg'ur millatini mangu g'ururlantirib turdi.